Savoqdaşlar, bugun shu Jalloq Marksdagi oqsilni bozor selib kishilarning oqsil krizisini hal qilayotgan Ro'zaxonning taklif bilan bugungi darsni so'zlamoqchi bo'layapmiz. Men bugungi darsda asosan xushallik to'g'risida so'zlayman. Chunki odamlarning barliq qilayotgani xushallik erishish uchun bo'lg'achqa biz xushallikning zodi nima ekanligini bir tushunib o'taylik. Xushallik deganimiz amaliyotda bir xil hissiy holat bo'lib, bu nurg'unlagan musbat kayfiyatlarning o'rtaq ifodasi hisoblanadi. Endi bu musbat kayfiyatlar qaysi deganiga so'zlaymiz, deb turinglar. Umumiy hozir bunda aniqlik beryapmiz. Şuna odamlar xushal bo'ldim deydi hamda. Hamda bu xushallikni mundaq Aristotel ayni vaqtda ikki xil narsaga bo'lgan, ikki xil xushallik bor degan. Birisi mush hedoniyalik xushallik, ham birisi yudaymoniyalik xushallik deb ikki bo'lgan. Bu hamda hedoniyalik xushallik degan nima esa, hedoniyalik xushallik deganimiz odamlar masalan ko'ngildagidek bir tomoq yeb olganda yoki bir ishi o'ylagandek bo'lib qolsa, yoki mashin bir kun boldu ep qolsa, yoki ush qilib qolsa, yoki o'zining turli fiziologik, psixologik ehtiyojlari qanoatlanganda bo'ldigan bir xil ömrü qisqa bo'lgan bir xil xushallik bu xuddi nimaga o'xshatamiz deganda, bu xuddi dengiz bo'yida menib ketib qolgan vaqtlarda dengizning to'lqini kelib butunliq bir tegdi bir salqin bo'ldi, endi ketgandek bir ish bu. Buning ömrü qisqa bo'ldi buning. Ammo yudaymoniyalik xushallik degancha desa bu o'xshamaydi. Bu odatda bir xil bir odamning umumiy kayfiyatini bildirib turadi. Bu xil yudaymoniyalik xushallikqa ega bo'lgan odamlarda bir xil turmushdan rozi bo'lish, bu ish ko'ngildagidek bo'lmasa-mu, resilience deymiz, asliklash ixtiyorini tiz bo'ldigan bir xil mayli kishilik munosabat bo'lsin, mayli xizmat bo'lsin, hamma narsadan bir xil rozi bo'lgan bir holatni, buning umri bir xil uzunroq bir holatni ko'rsatadi bu savoqdoshlar. Masalan, shu ikki xil xushallikning aslida biz xushallikni bundaq 6 turga bo'limiz savoqdoshlar. 6 turga. 6 turning hammasi xushallikqa vakillik qiladi. Birinchisi joy. Bu joy degan qanday narsa asanglar, o'sha turibli vakadan vaka xush bo'lib ketib, usul o'ynab naqsha etib, isqirtib ketadigan bir avval bor. Bu osh vaqtning o'zida shundoq bir xil bo'ldigan bir xil davlat tilida yukoy deymiz buni. Yukoy bir holat hamda bu. Ikkinchisi hayajon. Hayajon degancha desa, bir ko'ngildagidek bir ishning yuz berishiga oz qolganda shakllangan bir xil tuyg'u, bumi xushallikqa tabi. Hayajon deymiz buni. Uchinchisi gan'in. Minnatdorlik, tuyuqsizlik hayotidagi hamma odamga bir xil, hamma ishqa, hamma odamga, o'tmishiga, hatto burunma ochiq keldigan o'tmishdagi odamlarga tuyuqsiz yilmaydi, davlat kemanda, osmonda davlat ekan deb bir xil gan'in, bir xil minnatdorlik tuyg'usi xushallikning ichida bo'ldi. To'rtinchisi zixo. Bu zixo deganimiz faxrlanish, o'zi qilgan bir ishdan bir xil faxrlangan tuyg'u emasmi? Buni biz zixo deymiz. Beshinchisi optimizm. Optimizm degan nima esa bir xil umidvorlik. Xuddi hamma ishlar yaxshilab ketgandek, shundoq bir xil masalan ba'zi odamlar bor, ba'zi chisa mashina to'xtatib, uri yo'q deb izlab yuradi. Ya'ni ba'zi odamlar bor, qanday qiyin shu qistonchilikdimi, ammo urun chiqdi deb turdi, rastlashganga urun chiqdi. Masalan, men shunday masalan. Oltinchisi bo'lsa rozimanlik.
Bu bir xil shundoq rozimanlik tuyg'usi. Demak, mush tuyg'ularning hammasi yig'ilib nim deb atildi deganda xushallik deb atildi savoqdashlar. Ham doim xushal yuradigan odam bo'lmaydi. Balani solati turdi odam. Pasif hissiyatlar bilan aktiv hissiyatlarni odam o'rtaq beshdan kechirdi. Ammo bir qism odamlarning kechirgan pasif hissiyati ahil aktiv hissiyatidan ko'proq bo'ldi. Biz bularni xushalsiz odamlar deymiz. Yan ba'zi odamlar va xushallik his qilish hissiyati butunlay o'lgan bo'ldi. Biz buni hamda bu psixik kasal bo'ldi hamda. Ro'y kasal hisoblanib qoldi hamda. Yan ba'zi odamlar va aktiv hissiyatlari pasif hissiyatlardan ko'proq bo'ldi. Biz bularni xushal odam deymiz. Demak, aktiv hissiyatlar qancha ko'p bo'lgan sari bu xushal odam bo'ldi. Bu xushal odamning pasif hissiyatlari bo'ldi. Biroq bu pasif hissiyatlarning umri nihoyat tiz bo'ldi, peti qolmaydi, asliklash ixtiyori ko'p bo'ldi. Tiz bo'ladi. Pasif hissiyat peti qolgan xushal odamlarning uchunsa, ularning hayotida xushal aktiv kayfiyatlar bo'ladi. Ammo uning umri dal aksine nihoyat qisqa bo'ldi, tizlar yana hozir xo'sh bo'lgan bilan men baribir besh keladi, xo'sh bo'lib ketsam bo'lmadi. Xo'sh bo'lib ketibmi, qo'rqa ketganlar. Men bir xo'sh bo'lib ketib bormaymiz, xo'shlikdan oqidan bir yomon chiqib qolmas mayli deb xushallikning umri nihoyat tiz bo'ldi, oz bo'ldi. A'loning uchunsa ularni aktiv hissiyat ko'proq bo'ldi, ular xushalsiz bo'ldi, ammo xushalsiz kayfiyatning umri qisqa emas, oz bo'ldigan gap. Shunda farqlanadigan gap. Men buni muhabbet til degan darsim so'zlagan. Bu yadrolik hissiyat odamni chirmab turadigan hissiyat aktiv bo'lsa, pasif hissiyat kelgan taqdirdimi yadrolik hissiyat degan xishinchinga emasmi? Tizlar ani o'rnini akitdi degan gap. Bu yerda yadrolik hissiyatning o'zi pasif bo'lib qolsa, pasif bo'lib qoldi. Buning yadrolik hissiyat pasif. Qayg'u, azob. Unda bo'lsa bu odam hayotida xushal ish bo'lmamda bo'ladi. Buning ko'ngildagidek bir ish bo'ldi, xo'sh bo'ladi, ammo xo'sh bo'lgan bilan uning yadrolik hissiyat pasif bo'lgandan tizlarni yeb ketadi degan gap. Shuni tamsizlar. Bu xuddi bir buloqdan suzuk suv chiqsa, uni maynat qilsak maynat bo'ladi shumi. Ammo tizlar bu maynat nayta suzuk suv chiqavergandan keyin suzilib ketadi. Maynat suv chiqadigan bir buloq chiqdi desa, birchilik suzuk suv qo'ysak, valladi, suziladi shu. Suzilganda ko'ringan bilan manbasi yanla o maynat suv bo'lgandan keyin tizlar maynat suv pasif hissiyatlar aktiv hissiyatning o'rnini olib ketadi degan gap. Hamda normal sharoitda odamning qalbida aktiv hissiyatlar aktiv bunda xushal paytlar qaraganda nachar pasif paytlar, azobli paytlar tezroq qoldi. Bu hamda odamning jinxoshilishi jarayonida masalan o'rmonlikda yashasanglar, siz do'stinglar shunday xushal tug'dinglar. O'yindinglar xushal bir do'stinglar xushal o'yindinglar, bu ketdi. Atsi ko'l bo'yi suv ichsanglar, qo'lingni timsoq tishlab oldi. Endi silning chi, ya'ni shu kallangni as saqlashda zodi timsoq tishlag'ini qalamdi. Timsoq tishlab oldimi demayli bo'pti. Bir timsoqni ko'rib qoldim, qo'rqa ketdinglar deyli. Silni aslamangdi bu timsoq ko'rganini qalamdi yoki do'stlaring bilan xushal o'ynagan manzil qalamdi deganda, albatta timsoqdan qo'rqa ketgan vaqtingni qaq qoldi. Nimish qolsa, chunki do'stlaring bilan unda kulib chaqchaq qilgan u ko'rinishning sizning hayot qilishingizga bekchiq foydasi yo'q. Chunki jinxoshilishi hayot saqlash uchun, tirishqanlik uchun timsoq qilig'i bu holatni menga tabiiy saqlab oldi. Nimish qolsa, mush ko'lga yana kaqqanmisan shu? Chunki ma ko'lga qolsa, o'lib qoldi. Buni hayot saqlash uchun mushu ko'ldagi timsoq bor ko'rinishni men saqlab qolishim kerak deb jinxoshili shu dedim. Tadqiq taraqqiyot, psixik tadqiq taraqqiyot odamga tabiiyla passiv andaq nachar nimalarni andaq
nachar hayotga xavf yetadigan ko'rinishini bekrek esida qilib oldi. Balla bilan xushal o'ynagan vaqtining uni hayotga qilish hech qanday foyda bo'lmag'achqa necha 100 yil, necha 1000 yil taraqqiyot jarayonida bizning nervimizda, bizning limbik sistemamiz tabiiy shunday xatarlik holatni saqlashga ko'nak qilgan. Endi bu xil ko'nak qilish bugungi zamonda bizning hayot qilishimizga yordam qilgandek to'g'on bilan amaliyotda bizning butun salomatligimizga ig'ir darajada ziyon bor. Masalan, yo'ldoshinglar silni chang'ida birini sep qo'ydi. Ammo necha 10 qatim sizlarga gulvaga yerlari bor, go'shvaga yerlari bor, vaydiga yerlari bor. Ammo sizlarning kallangda qaysi qoldi chang'ida birini uyg'onay qoladi bo'ldi shu. Şu manzara sizning kallangda yo'ldoshinglarga nisbatan yoki ma'lum odamga nisbatan ko'z qarashni shakllantirdi. Bu ko'z qarashlarning hammasi amaliyotni ma'disa yana pasib hissiyotlar shakllantirdi. Pasib hissiyotlar yana pasib ko'z qarashlarni shakllantirdi degan gap. Nemish buning gulvaginni yoddan tutmay, nemish 10 qatim gulvadi, 5 qatim chang'i sep soldi. Şunlar 10'dan bir alsak 9 qalmamdı deyişin mümkün ama onda olmaydı. Bu cin hoşilli şöyle o 10 tal gülvəginin hayat qilishga hech qanday munosabati yo'q. Faqat chang'i sağan pasib hissiyotlarni bayatdan qidek ko'lning bo'yida timsoh ko'ra qolgandek ashini saqlab oladi. Shu tufayli nurg'un odamlarning aslimalarida xishin chingansida, xishin jiyisda butunlay nimasi pasib hissiyot, pasib aslimalar qilishning sababi shu. Bu narsalar cho deganda bu narsalar biz burun soatda darsni bekchiq so'zlab bitib ketdik. Odamning xishin chingasi nim bo'lsa, uning taqdiri shu bo'ldi deb men so'zlab bitib ketgan o'tgan soatda. Bu endi bu odamning taqdiriga ta'sir qiladigan gap. Shunga xushallik izlash hamma odamning bir nishoni bo'lib qolgan gap. Xushal bo'lish amaliyotda qilayotgan ishlarning hammasi shuning yo'li bo'yicha bo'ladigan gap. Endi qanday qilsa zodi xushal bo'ladi? Ma'lum narsaga erishsam xushal bo'laman deb qaraysizlar. Amaliyotda aksi. Erishsam xushal bo'lmaysa, xushal bo'lsang erishsizlar. Biz buni bekchiq degan. Endi oxir pasib hissiyot petib qolganda bo'lsa, pasib hissiyot petib qolgan vaqtda bu pasib hissiyot odamning sezgisiga ta'sir qildi. Burun bir deganman. Bolqaga aylanib qolgan odamga hamma narsa mixlab ko'rindi deb. Qulon bolqada bir ko'tarib olsang, o'yda butun mixizlab chiqsizlar. Qaqiyti mashinada qaras qildi. Şun var adam açık bitib qolgan vaqtda butun ko'ziga ochiqni keltirgan ishlar yuz berdi buning. Norozilik bitib qolgan odam uchun-chu desa, olmayib qolsa, shu yuz odam olsa soqolmi chiqadi, osh bir odam olsa, shu tanlab oxiri qurt olmani oladi. Buning yo'li shu. Shunga odamning ba'zida shu aktiv kayfiyatlarga kirishning jingningliang degan shu kayfiyatchimi? Ya'ni jingningliang sinimkida qolmoqli. Atalmış jingningliang degani amaliyot aktiv kayfiyatlarni ko'rsatadi. Kayfiyatning o'zi ningliang hisoblanadi. Yumshoq ningliang bu. Bu xil yumshoq ninglianglar qattiq ningliangga o'zgargan u ko'rinmalit keldi degan gap mashinaga aylandi yoki uy ulab shakllandi yoki yaxshi xizmat bo'ldi yoki pul bo'ldi. Pul shu amaliyotda qattiq yinglinliang, qattiq energiya bo'ldi. Bu qattiq energiyaning kelib chiqishi yumshoq energiya bo'ldi. Yumshoq energiya degan nima esa shu emotsion. Emotsion degan nima esa kayfiyatni ko'rsatadi. Emotsion degan xato paylaşlab aytsanlarmi, qo'shilgan motion degan gap. Qo'shilgan motion degan shu harakatli energiya degan gap. Harakati tez energiya degan, harakati tez narsalarni ko'ngil olmaydi. Kayfiyat ko'ngil olmaydi-ku. Chunki unda kvant zarishlarning tezlik tez. Yinglinliang qattiq energiya ko'ngil bo'ldi. Masalan, sizlar o'tirayotgan o'rindiq, sopa, kitob deganlarimiz yinglinlianglar. Shunday gap. Shunga aktiv energiyaning muhimligi bu aktiv energiya xushal bo'lish masalasi emas, balki xushal bir taqdir yaratish uchun muhim bo'ldi. Buni qanday qilib ko'tagil bo'ldi? Endi bunday gap. Endi men so'zlasam bu murakkab ishida. Murakkablashsa silning bu rudimi tishib ketgan kallanglar tushunmaydi uncha. Shunisi tushundigan qilib, anda qiling deb beraymi? Anda deb beray. Birinchi ama shu
Beden çeniktirish uchun vaqtdaşlar. Beden çeniktirish intayin muhim. Endi buning muhim bo'lsin sabab nimasi? Odamlar azaldan necha ming yil shu jug'urib o'tgan. Jug'urib yashagan, o'rmonlikda yashaganda jug'uribdi. Jug'urish pek muhim. Chunki jug'urish sen ovlash uchunmi jug'umsan olmaydi. Yo'lga surab qolsa qachish uchunmi jug'umsan olmaydi. Bir narsa berish uchunmi jug'ursa, qachish uchunmi jug'ursa. Jug'urish intayin muhim bo'lgan. Hamda jon taraqqiy ketdi, oyoqdan chiqsaq lift va oyoqdan chiqsaq mashina va hozirlik aydromda bunday meni berib ketadi deb taqmanda tuz liftlim bazımda tuz apırıp qo'ydiga. Demak, odamlarda bir xil sedaktiv cho'kma hayot bormidi. Bu xil ahvol bizning badanimiz bu xil narsaga ko'nolmaydi. Shuni jugurab bergan vaqtda odam badani xuddi psixik nuqtasida olib aytganda asl uyga qaytganda xo'sha ketadi. Shuni xushal odamlar juguraydi, jugurgan odam xushal bo'ldi. Yan birisi minnatdorlikni ifodalab turish. Bu sal ters hamdi. Bunun da kunda amal barmı şu adam bakadım bakağa irişip qalğan nəslərə diqqətini açdan qarmındaqqa bəsə andın minnətdarlıq qozğulduğan nəs. Bakadım bakağa irişip qaldığan nurgun nəsi var. Gün nur deyimiz, quyosh deyimiz, suv deyimiz, tok deyimiz. Bir adamın külgünü mü? Da külsümü hoşa kes buldu adamçı. Bakadım bu adam külgendik. Əməliyyat adam minnətdar olduğan nur qoşluğa. Ama bu yadın degəndək adamlıq pasıb nəsi 40 ağaçqa o nəsini körənməydi, his qılanmaydı. Andın muhimi mən ötkəndim o üzəmdən VIP balları degen, Qashqardik dəstini sözlegen. Məlum bir 4-5 taxt sözlegende 3-5 taxtın nişan degen ço. Adamның məlum bir nişanı olğanda adam bir yeni bir identity, salayet tepqanda his qıldı. Muşu sılının nişanınla sılının bir salayetini belgileydi. Bu salayet mənlik tuygusunu yuqur götürdü. Mənlik tuygusu deganimiz tushunzagan. Mavjud tuygusu şu. Mən deydigan tuygunu yuqur götürdü. Şu hayatında məlum bir nişan buluşu bu mu intayin muhim nərsəsi yumsaqdaşlar. Bo'ldi, ham shunchalik so'zlab turay. Amancha so'zlab etsam meni olim bo'lib ketib qolmayman. Bir narsa unutib qolibdim ras. O'tganda shunday vaqtida qo'yib berganman shu Ro'zaxon Mujalliq degan markani. 1 yil bo'libdi. Shun bayatin dedim. 1 yil bo'libdi, 1 yil bo'lgandan keyin sen shu bir faoliyat qilib mushtahis qatnashganligi bir digital Asiyani bizni qaytib bermamsa deb qo'ydim. O maqı dediyamdı. Şu an axsıllarınla kamulab qalsa elib doluqlu bilanla.